Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqaça məzmunlarına göz ataylı. Cumhuriyet Məmtimin Əla Əpəndining Milliy Matam kunimizga bag'ishlab yozgan maqolasi Hindistan Vibes News xəbər kanalida bugun e'lon qilindi. Xitoy tajovuzchilarining bostirish qilmishlari TikTokda yetarli darajada tarqatilmagan. Xi Jinping boshliqlar yig'inida Tayvanni qo'shib oladiganligini aytgan. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diktorlarga sunamiz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Rəisi Məmtimin Əla Əpəndining 22 dekabr Şərq Türkistanning milliy matam kuniga bag'ishlab yozgan Xitoy hörligini tartib olgan Şərq Türkistan Dünyani irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishga chaqiriq qiladi mavzuliq maqolasi Hindistan News Vibes xabar torida 22 dekabr kuni e'lon qilindi. Maqolada mundaq deyildi. Bugun, ya'ni 12 oyning 22 kuni Şərq Türkistan tarixidagi kishini echindiradigan qorong'u bir kun bo'lib, biz bu kunni cheksiz alam bilan xotirlaymiz. 74 yil ilgari mustaqil Şərq Türkistan Cumhuriyeti Xitoy Xalq Cumhuriyeti tarafidan majburiy ag'dirib tashlandi. Milliy matam kunimiz bo'lgan bu kun izchil ishg'ol, vahshiy mustamlika qilish, Şərq Türkistan xalqiga qarshi ilib berilgan irqiy qirg'inchilik bilan xarakterlangan qop-qorong'u bir davrning boshlang'ichidan derak beradi. Aziz vatanimizning yo'qotib qo'ygan mustaqilligini xotirlagan vaqtimizda necha 10 yildan buyon tasavvur qilish mumkin bo'lmagan zulmlarga duch kelgan xalqimizning sulmas ro'yini xotirlaymiz. Xitoyning kimligimizni, kulturimizni, mavjudligimizni yo'qotishdan elib berayotgan sistemlik harakati chekidan eshib, zulmdan alqib, sistemlik irqiy qirg'inchilik darajasiga yetdi. Keng ko'lamda elib berilayotgan inson haqlari dafsandichiligi, yig'ib olish lagerlarining qurilishi, qo'l ishchi sifatida ishlatish, qattiq nazorat qilish, kultur va diniy meroslarimizning yo'qotilishi asosiy kishilik huquqqa qilingan ochiq-oshkora daxli tarzidan iborat. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin prezidenti bo'lish sifatim bilan bugun xalqim bilan birlikdə matam tutaman. Biz faqat dövlətimizning mustaqilligini yo'qotib qo'yganlik matamini emas, balki Şərq Türkistan xalqining yashash va shon-sharaf uchun tinimsiz kurash qilish yo'lida chekayotgan azobining matamini tutmoqdamiz. Dövlətimiz va xalqimizning haq-huquqi va hurligi mustaqilligini qaytadan qo'lga keltirishda izchil ching turamiz. Bularning ovozini dunyoga anglitishga va qiyinchilikni to'nitishga kepillik qilamiz. Bu milliy matam kunida biz xalqaro jamiyatni Şərq Türkistan vaziyatining jiddiyligini to'nib yetishga chaqiramiz. Şərq Türkistandagi krizis rayon xarakterli krizis bo'lmasdan, balki dunyo xalqining vijdoniga qilingan xiris bo'lib, sodir qilingan vahshiylikka qarshi o'rtaq pozitsiya talab qiladi. Dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarni, qurilishlarni va shaxslarni Şərq Türkistan bilan ittifoqlashishga chaqiriq qilamiz. Xitoyning Şərq Türkistan xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'nishga, Xitoy zolimlarini ayblashga, mustaqillik va hurligimizni asliga keltirishga to'xtovsiz kurashimizga yordam berishga chaqiriq qilamiz. Şərq Türkistan bayoni qiyinchilikqa qarshi jasorat, vahshiylikka qarshi chidam va adolatni bo'shashmay izlanish hikoyasidan iborat. Bizning bu ideyamizni o'rtoqlashgan har kimning biz bilan qo'l tutishib kurashni cho'nqurlashtirishga, erkin va egilik huquqli Şərq Türkistonni qayta qurish orzuyimizni amalga oshirishga yordam berishga chaqiramiz. Bu faqatla milliy matam kuni bo'lib qolmasdan, balki yana bizning qarorliligimizni yangilash kunidan iborat. Biz Şərq Türkistan xalqining qayta hur kulturini va dinini qo'rqmay yashay oladigan, o'z ajdodlarining tuproqlarida o'zlarining kelgusini sizolaydigan kunga qadar kurashimizni davomlashtirishga va'da beramiz. Şərq Türkistan uchun umid va adolat o'ti bizning kollektiv aslimalarimiz va orzuyimizning turtkisida o'chmay yalqinlaydi. Sizlarning qo'llab-quvvatlashinglarning orqasida biz bu yalqinni toki Şərq Türkistan qayta hurligi va mustaqilligiga erishguncha o'chirmaymiz. Xi Jinping boshliqlar yig'inida Tayvanni qo'shib oladiganligini aytgan. NBC xabarlarining 20 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerikaning bir nafar amaldori va 2 nafar sobiq amaldorining aytishicha, Xitoy katibashi Xi Jinping Amerika prezidenti Bayden bilan Amerikaning San Fransisko shahrida ko'rishgan vaqtida Xitoyning Tayvanni o'ziga cho'qim qo'shib oladiganligini aytgan bo'lib, konkret vaqti haqida bir narsa demagan.
Gerçi Şi'nin Tayvanni qo'shib olish to'g'risidagi Baydenning xususiy ogohlantirishi ilgirki bu haqda ommaga oshkorlagan bayonlardan ko'p farqlanmasmi, Amerikaning diqqatini tortgan. Chunki bu ogohlantirish Tayvanning saylamining yaqinlashishiga ergishib, Xitoyning yovuzligi borgan sari kuchayib ketayotgan vaqtga to'g'ri kelgan. Bu bayonot dastlabki qadamda e'lon qilingandan keyin Avam palata a'zosi Lindsey Graham bayonot e'lon qilib, Cumhuriyetchilar bilan demokratchilarni birlikda tirishib, Xitoyning tajovuzchiligiga to'sqinlik qilishga chaqiriq qilib, ikki ishni qiladiganligini aytgan. Biri, Tayvanga mustahkam mudofaa to'lqinlamasi barpo qilish. Ikkinchisi, agar Tayvanni ishg'ol qilish uchun harakat qo'llansa, tajovuz qilishdan ilgirki jazo loyihasini tuzish. İkisining suhbatiga shohid bo'lgan bir amaldor Shi Jinping bu ogohlantirishni qilganda pozitsiyasining intayin qattiq bo'lganligini aytgan. Shi Jinping yana iqtisodiy taraqqiyotni yadroliq vazifa sifatida rivojlantiradiganligini, 2035-yilga borganda iqtisodni bir hassa yuqori ko'taradiganligini, Tayvanning prezident saylamiga qatnashgan nomzodlardan andishlanadiganligini aytgan. Ba'zi tahlilchilar harbiy to'qinishning Beyjingning iqtisodiy maqsadiga yetishiga to'salg'i bo'ladiganligini o'ttirg'a qo'ygan. Amerika Markaziy axborot idorasining boshlig'i William Burns bu yilning boshida Shi Jinpingning askarlariga 2027-yili Tayvanni ishg'ol qilishga tayyorlanishni buyurganligini, buning Xitoyning cho'qim 2027-yili Tayvanni o'ziga qo'shib olish ma'nosida kelmaydiganligini, qandaqla bo'lmasin ishg'ol qilish orzusini ko'rsatadiganligini ifodalaydiganligini aytgan. Tayvandagi 24 million xalq mayli Tayvan Xitoyga qo'shilsin yoki mustaqilligini e'lon qilsin, hozirgi holatni saqlab qolishni xohlaydi ekan. Boshliqlar yig'inidan keyin Bayden Amerikaning uzundan buyon davomlashtirib kelayotgan siyosati bo'lgan bir Xitoy siyosatida ching turadiganligini aytgan. Yig'inga qatnashgan Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Hua Chunying Tayvan masalasining Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi sezgir masala ekanligini, Amerikaning Xitoyning tinch yo'l bilan Tayvanni o'ziga qo'shib olishini qo'llashi kerakligini, Xitoyning cho'qim Tayvanni qo'shib oladiganligini va buni to'xtatqili bo'lmaydiganligini aytgan. Xitoy tajovuzchilarining bostirish qilmishlari TikTokda yetarli darajada o'ttirg'a chiqmagan. New York vaqti xabar torining 21-dekabr kunidagi xabariga qaraganda, tor tadqiqotchilari payshanba kuni e'lon qilgan dokladda aytilishicha, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi bostirishlari Instagramga qaraganda TikTokda yetarli tarqatilmagan. Rutgers Universiteti tor yo'qolanish tadqiqot o'rni tarafidan tayyorlangan doklad TikTok va Instagramdagi 100 milliongan abonentlari bor bir qism qutuq belgisi bor yozmalarning analizini o'z ichiga olgan. Dokladda biz TikTokdagi mazmunlarning Xitoy hukumatining manfaatiga mos kelishiga asosan kengaytirilishi yoki bostirilishining kuchli ehtimolligi borligini baholaymiz deyilgan. Tor yo'qolanish tadqiqot o'rnining qurg'uvchilaridan Joel Finkelstein buning organik shaklda amaliylashishning ishonchli emasligini aytgan. TikTok 30 yoshdan tuvan amerikaliklarning xabar manbasi bilan ta'minlash yo'nalishida taraqqiy qilayotgan bo'lib, Cumhuriyetchilar partiyasining bir qancha parlament a'zosi TikTokni tangshash yoki cheklash chaqiriqini yangilagan. Avam palata vakillaridan tarkib topgan ikki partiyalik komitet federal tekshirish idorasidan maxfiy doklad berishni talab qilgan. Bu hafta oxirida Biden TikTok va yoshirin kuzatishga munosabatli tirishchanliklarning tafsilotlarini e'lon qiladi ekan. Bu guruhning bayonotchisi doklad berish yig'inining elib berilmaganligi to'g'risidagi baho berish talabiga javob qaytarmagan. Yangi Jersey shtati Demokratlar partiyasining Avam palata a'zosi Josh Gottheimer dokladda TikTokning Xitoyning ta'tir tashviqotini qasddan tarqatish va Xitoy hukumatiga ziyonkashlik qiladigan mazmunlarni bostirish quroli ekanligini ko'rsatgan. Hükümetlerden biriga kishining vafodorligi nima bilan o'lchindi va buni nimaga asoslanib bilgan bo'ladi deb savol qo'yildi. Hukumat shundoq javob berdi. Uning vataniga bo'lgan o'tdak sig'inishidan, o'tib ketgan vaqtiga qarab o'kinishidan bilgili bo'ladi. Darvaqa kishining o'zi va atrofini bog'lab turadiganlarga vafosini ifodalashi, vafodor ko'rinalishi tabiiy ahvol. Chunki munosabat zanjiri, urug' tuqqanlik rishti va do'st birodarlik qoida usullari buni taqozo qiladi. Şuna bu xil sharoitlarga beqingan holda ko'rsatilgan vafoni sinoqdan o'tgan, samimiyligiga shak tushmagan, riyodan xoli bo'lgan vafo degili bo'lmaydi.
Mərd məydanda sınalğını kəbi vapaның chin yoki emasligimi pragmatlashmagan, mənfəət yoki riyoga yatmaydigan ravishda xolisligini namoyon qilishi zarur. Musofirona hayot, surgun turmush, hijronlik damlar bo'lsa, xolislikni namoyon qilishning fursati. Samimiyatni ko'rgili, tutquli bo'ladigan narsaga aylantirg'ili bo'ladigan mezgil. Vapa bo'lsa, samimiyatning reallikqa aylanishini amalga oshirishdan keladi. Vatan mehri, qarindoshlik rishti va uningda o'tgan unutulg'isiz kechmishlar bo'lsa, ushbu mezgilda o'zini ko'rsatib, kishining as xotirasini g'idiqlab turadi. Shunga bu chog'dagi seg'inishmi, so'yishmi, eslashmi chin bo'ladi. Vapa xulqi qancha kuchlik bo'lsa, hijrondan keyingi seg'inish o'timi shuncha lavallab turadi. Tan har joyda bo'lsa-mu, ammo o'y xayol vatanda, tug'ilib o'sgan ona yurtda, uningdagi aslamalarda, rishtalarda bo'ladi. Oxirgi nafsini uningda berish, uningga qaytishning ko'yiga tushish, uning tuproqi ostiga ko'milish, hasratda yashash, hamda uningda yashnashga tegishli hurlik va izzatni, qadr-qimmatni seg'inib o'tish va bu yo'lda tipirlash uzilmaydi. Danishmanlarning vafodorlikning sinoq teshini vatan sevgisiga, yurt muhabbatiga, yar birodarlarga mushtaqlikqa bog'lab tarozilashni tavsiya qilishning hikmati ana shuningdandir. Borxon Muhammadning maqolalaridan elindi. Sizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.